Alloma Ibn Qayyim Javziyya rahimahulloh o'zlarining Al-Fawaid mashhur asarlarining 63-sahifasida aytadilar. Al-umru bi akhirihi wal amalu bi khatimatihi. Man ahdatha qabla as-salami batala ma madha min salatihi. Wa man aftara qabla ghurubi ash-shams dhahaba siyamuhu da'i'an. Wa man asa'a fi akhir umrihi laqiya robbahu fi zalikal vajhi. Umr oxiri bilan o'lchanadi, amallar xotimasi bilan o'lchanadi. Salom berishdan oldin namozni buzib qo'ysangiz, boshidan o'qib kelgan 1-chi, 2-chi, 3-chi rakatlaringiz ham buzilib ketadi. Roza tutgan odam og'iz ochishdan oldin asrdan keyin rozasini buzib qo'ysa, ertalabdan och qolib chanqagani ham buzilib ketadi. Banda umrining so'ngida qilgan amali bilan Robbisiga yo'liqadi. Ya'ni birodarlar, biz Lavhul Mahfuzda nima yozilganini bilmaymiz. Wal ibratu bil khawatimi. Ibrat esa xotimalar bilan o'lchanadi. Mana shu ma'noni ustida hech qachon ibodatlarimiz, namoz, roza, zikr va tasbihlar bilan mag'rurlanmaylikki, chunki amallar xotimasiga qaralatyapti. Yana biron bir kishining gunohi tufayli tahqir qilmaylikki, Alloh taolo unga ofiyat berib, bizni balolantirib qo'yishi mumkin so'ngimizda. Alloh asrasin. Chunki fa anta la ta'lam madha kutiba fil lawhil mahfuz. Chunki sen bilmaysanki Lavhul Mahfuzda nima yozilganligini. Fal ibratu bil khawatimi. Ibrat xotimalarga qarab beriladi. Allohumma ahsin aqibati fil umuri kulliha deb duo qilamiz. Sunnat duosi shu. Allohim oxirimizni go'zal qil. Yoki Allohumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik deb duo qilamiz. Allohim qalblarni aylantiruvchi zotsan, qalbimizni diningga sobit qil deb duo qilamiz.